Tizza bo'g'imining yoshi sizni yoshingizdan katta bo'lishi mumkin. Bu holatda qanday aniqlash mumkin? Travmatolog ortoped konsultatsiyaga boriladi va bo'g'im sohasini MRT yoki rentgen tekshiruvlari o'tkazilganda bo'g'im sohasidagi tog'ay qismlari yemirilishi, bo'g'im sohasidagi tizza tuzlar paydo bo'lishi, bo'g'im sohasidagi sineval suyuqlikning qurishi hisobiga yoshi kattaroq bo'lib, ya'ni 40 yoshdagi bemorda tizza bo'g'imining yoshi 70 yoshda beradi. Bu har doim bu holat deb aytib bo'lmaydi. Agarda sizda eskidan tizza sohangizda travma olgan bo'lsangiz yoki bo'g'im sohangizda qanaqadir yallig'lanish jarayonlarini o'tkazgan, ya'ni artrit, osteoartroz belgilari, tog'ay qismining yemirilish jarayonlari kuzatilgan bo'lsa, sizda keyinchalik tekshiruvlarda kattaroq yoshda tizza bo'g'imini beradi. Tizza bo'g'imi kattaroq yosh holatini beradi. Agar sizda tizza bo'g'imida og'riqlar, g'irchillashlar yoki harakat cheklanishi kuzatilsa, albatta travmatolog ortopedga murojaat qiling va ko'rigidan, konsultatsiya, MRT tekshiruvlaridan o'ting. O'shanda sizda asoratlarni olish, ya'ni 3-4 darajasiga osteoartroz, artroz, artritlarning oxirgi darajasini yetib bormaslikni, ya'ni oldini olish kerak bo'ladi. Agar sizda tizza bo'g'imingizda g'irchillashlar, og'riqlar kuzatiladigan bo'lsa, quyidagi telefonlarga murojaat qiling.